Formula 1da ko'plab to'qnashuvlar sodir bo'ladi, ammo agar bir jamoaning poygachilari bir-biri bilan to'qnashsa-chi? Albatta, tomoshabinlar orasida baribir o'z sevimli poygachilar topiladi, biroq jamoa rahbarlari uchun bu holat bosh og'riqqa aylanadi. It was a racing accident between the two. There's not more fault on one or the other side. Qog'ozda ular hodisadan so'ng darhol og'ir vaziyatda bo'lishadi. Bu o'zidan-o'zi falokat. Qolgan yagona imkoniyat esa zararni imkon qadar kamaytirish. Could you have done anything on the pit wall to separate them during the race? Was there anything you could have done? That's against our philosophy. We always let the drivers race. We don't have a number one, we don't have a number two, but we expect responsibilities from the driver's side. F1 tarixida bunday holatlar ko'p bo'lgan, lekin odatda ular bir martalik bo'ladi. Bir voqeadan keyin boshqasi kelib chiqishi juda kam uchraydi. O'zi nima deding? Yagona kontakt asosida xulosa chiqarish esa shunchaki noto'g'ri. Hatto mukammal reaksiya bir mavsumda foyda bergan bo'lsa ham, bu kelasi yilda ham shunday bo'ladi degani emas. Hozirgi va 2021-yildagi Formula 1 poygalarini o'zbek sharhida tomosha qilish uchun Telegram kanalimizga obuna bo'ling.